Assalomu alaykum hurmatli Uzag'ir kanali obunachilari. Bugun bodringlarimiz 35 kunlik davrida terim jarayoniga yetib keldi. Palaglarimizda bodringlar bir tekisda yetishib kelyapti. Bu barglarida kasallik yo'q. Xudo xohlasa mevalar ham ketma-ketlikda yetishib kelyapti. Hozirda bu parrangimizda biologik himoya olib boryapmiz. Ekish jarayonidan beri Ildiz zonaga Argamkev va Biosilib bivilar ham bargidan ham shularni qo'ylayapmiz himoya uchun. Bodringlarimizni ko'rishimiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tagacha ajoyib mevalarni shakllantirgan. Bodringlarimizda hozircha oziqlantirish yaxshi ketyapti, faqat endi meva shakllanish davrida biroz kaliy yetishmovchiligi bu. Qolgan muammolar kamroq. Xudo xohlasa kaliyli oziqlantirish kuchaytirilgan. So'nggi oziqamizda kaliy nitrat 1 tonna suv hisobiga 1,5 kilo 2 kilogacha hisoblab, unga yana 1 kilo UCT20 va 1,5 kilo magniy sulfatlardan qo'shib ajoyib aralashma berdik. Hosil ushlashlarda shuni hisobda juda ham zo'r natijalar ko'rinyapti. Hurmatli obunachilar, videolarimizga like bosib qo'llab turinglar. Reytingimiz YouTube'da biroz pasayibdi. Bu reytingni ko'tarish siz obunachilarimizga bog'liq. Biz sizlarga eng yaxshi kontentlarni qo'yib boramiz. Bu uylari mana ko'rishimiz mumkin. 2 metr atrofida yetib qoldi. Mana qo'lim bozor yetib turibdi. Juda ajoyib. Hurmatli obunachilar, hamma joy bir xil meva shakllanish davrida. Keyingi videolarda ko'rishguncha bizni kuzatib borishda davom eting, hurmatli obunachilar.